Assalamualaikum aziz ko'ruvchilar, Tağırtaq Santi programımızın yeni sani huzurunlarda. Yaqında Şinjan televiziya stansiyasının har qaysi kanallarda ko'p qismliq televiziya teatri İpək yo'ldagi rivoyat qo'yilgandan keyin keng ko'ruvchilarning qizg'in olqishiga erishdi. Bir belbaq bir yo'l strategiyasi yo'lga qo'yilib, madaniyat san'at gullangan, iqtisod ushqandek taraqqiy qilgan bugungi davrda İpək yo'ldan iborat mushu mazmunni televiziya ekraniga chiqishning ahamiyati intayin zo'r. Biz bugungi programmamizning ekran sahifasida mushu film haqida cho'nqur tushunchaga ega bo'lish maqsadida mushu filmdagi bir qism aktyorlarimiz bilan qisqacha suhbat yapadik. Assalomu alaykum mehmonlar. Va alaykum. Programmamiz orqali sizlar bilan diydorlashganligimizdan intayin xusholmiz. Manqara balam, fankayni izlasamla bu qo'rudan ayrilib ishchi bo'la olmayman deb qoldingmi? Sana deb qo'yay, men qo'shilmayman. Qani ular seni ilishga pitna alam dekin. Apa, sendan xush bo'lib qolay. Ishchi bo'lishimga ma'qul deng-na? G'ayrat, mening sen bir talla o'g'lim bor. Sen kakuk dastigahida atlas to'qimasang, u dunyoda dadangning ro'yimi amin topmaydi. Ko'zoynak taqib olsa, nima degan yaxshi. Bak bana xuddi yağmur suyida yoyulgandek aniq ko'rinyapti. Bunlar Ali mektep yuttu. O Canan Toplumculuk İnstitütü'ne öttü. Dilnar, bu udunun etlisini boğan mama sana kaldırma. Eti çetelge çıkanda ili var. Mamanın deyişçe, eğer İpek yolunun sodugiri bolsa, bunu görüpla senin etlisinin izbasar ikiliginge işine dike. Filmda Xayratning onasi Pashaxon obrazini yaratgan artist bo'lsa, Şinjan San'at instituti usul fakultetining donsenti, atoqli aktyor, san'at ma'rifachisi Mehrigul Ahmad. Assalomu alaykum Mehrigul ma'lum. Va alaykum assalom. Siz mushu filmda Pashaxon ona obrazini noiti qaysar, noiti qahramonbaz, zahrinbaz bir ayolning obrazini yaratib ekansiz. Unda bo'lsa, mushroni o'ynash jarayoningizni bir eslab o'tamsiz. Pashaxon o'zi baldırla yo'lda tugab ketdi. Bir qiz bir o'g'li bilan tul qilib, shu qiyinchilik davrlarda bolalarni qata qo'shib, undan keyin bolalarning to'yini qilib, yana navrisini beqib, navrisimi universitetni bitirib bo'lgandan keyin o'lib ketadigan mundaq bir 30 yosh, 30 yoshdan keyin 60 yosh, 60 yoshdan keyin 80 yosh qichi bo'lgan o'zgarish jarayonini ifodalagan bir obraz ekan. Dastlabda ssenariyani olgan vaqtimda men sal ikkilangan, qanday desam, birsi Pashaxonning obrazini aytdi, sho'x o'zi ba'zida chaqchaqlari bor, o'ziga tushliq, ba'zi qahri bor, zahri bor, andan keyin o'zi semiz, xushchaqchaq, g'ayratlik, jasoratlik, ba'zida akishtakli xarakteri bor. Andan keyin 80 yosh davrini nihoyat yaxshi yozibdi ekan. Ssenariyada tasvir jihatdimi 80 yoshdagi vaqtlari, mush o'g'lini qo'g'lab urib ketishlari, cho'p-cho'p 60 yoshga kirib qolgan bolasini o'sha vaqirashlari, ovozlarining to'm chiqishlari degandek o'sha tasvirlar bor Xansuchida. O ssenariyani ko'rib bo'lgandan keyin men mundaq xarakter jihatda o'zimga biroz jiroqligi, men o'zim o'qituvchi, odatda mijozim andaq bek sho'x ochiq emas, hamda jimg'uroq desam bo'ldi. Buningdan burun yaratgan obrazlarni ilk oq ko'ngil, jimg'ur, samimiy, eg'ir bisiq obrazlar olgan keyin o'zimga biroz yaqin, o'zimning xarakterimga biroz yaqin keladi. Keyin bu ssenariyani dastlab birinchi qatim ko'rib ishkilandim. Yani ssenariyani ikkinchi qatim boshdan yana ko'rgim kelib, yana ko'rdim. 3 qatim ko'rib bo'lganda bu Pashaxon g'amroq bo'lib qoldim men. Ajoyib. Ana men kichik o'g'lim uyda, "Apa, Pashaxon sana bek o'xshaydi" deb. O kichik o'g'limni bir salbiyroq bir kichik bolaning rolini o'ynaydigan tanlanib qoldi orliqda. Shun bilan ba'zi uyda ochiqlab ketishlaring Pashaxon bo'lib ketsa deb chaqchaq qildi. O'zim yaxshi ko'rgandan keyin bu rolni qabul qildim. Ko'rpiq bo'lgandan keyin dastlabda 80 yosh qismini oldi. Ash eng oxir, kinoning eng oxiri o'lib ketadigan qizim, kelinim Arzugul, mening qizim kelinimni o'ynadi. İkimizning bu qizning cho'ngib qolgan davri,
Meningki 80 yaş aşı keselden ölüp ketadigan vaqt. Aş ko'rinishlarni kinoning quyrug'ini dastlabda oldi. Dastlabda. Ama biraz ağır kelgan o vaqtida. Chunki yosh farqimiz biraz zo'r. Ondan keyin bu Paşaxonningki o rejissor deydi ikki ko'zingdan shu sening mushu tarixda ko'rgan butun narsalarning ikki ko'zingdan sening hammani ko'rib bo'lgan. Shu o'lib ketadigan vaqtdami azoblanmaysan. Nayt xotirjam butun ishni topilab kelininga, o'g'lingni topilab xotirjam ketsa, yilqinda voy shu og'riqdan azoblanib qilgan unda olmayman men jimjit ketsa. Deb bunda talab qilgandan keyin menga biraz vaqt berdi, oldida rejissor so'zlashgan, men mush o'lim nemisini dastlab olmay o'lib ketgan vaqtdan Paşaxonning sen tayyorlik qil deb. Bir kun tayyorlik qildim. Yotoqda o'tirib ancha-muncha o'lib boqman o'zim. Keyin ko'zimni ichib qo'rqib ketib, yana o'rnimdan turib ketma bir xil ilqi vahim bo'lib qoldi odamga. Uning ustiga ala rejissorlar ko'nib ketgan ekancha ilqi gapga. Sen o'lib ketsa, o'lib ketadiganingni olma deb xuddi menga bir xil vahim bo'lgandek his qilgan. Keyin naq maydonga borganda bular mening atrofimda yaxshi artistlar bak ko'p bo'lgandan keyin bular menga yomon bak ilqi madad bo'ldi. Shu naq maydonni oladigan vaqtida kirishib ketdik hammamiz. Xuddi keyin rejissor o'zimiz yig'lab ketdi, shunday yig'lab ketdi bizga so'zlab aytib turib, rasmiy sen ketib qolgandek his qilib qoldim deb qo'limni tutib kelib qishimda o'tirib mashkimiz yig'lab o rejissorning yig'lig'iga qarab asta olib ketdik. Shu kayfiyat, shu yerdagi shu narsa jimjit hammamiz shunday yaxshi maslashgandan keyin bu qizmi shunday yaxshi maslashdi. Xuddi rostli shunday bo'lgandek men o'zim shu Paşaxondek shunday bir kirishib ketdik. Shu kirishgancha bu obrazga hamda shunday kirishib ketdim men. Odatda yo'l mengishim, gap qilishim, hatto tomoq yeyishim, choy ichishim, ish qilishlarim mo'sh Paşaxon. O'zimning siliq mengishlarim o'zgarib ketdi. Keyin xeyli vaqtcha mengishlarim ajoyib bir xil bo'lib qolib, hozir hamda ozroq o'zimni tepib oldim. Ondan keyin Vushida shu butun yoshga cho'ngib qolgan davrni ap bo'lgandan keyin biz biraqli Xotanga kelib, Xotanda andan keyin 30 yoshdan boshladi. 5dan boshladi o filmningki elish reti ashtaq bo'ldi. Xotan kelgandan keyin Paşaxonning 30 yoshlik vaqti. Shu yo'lda tugab ketgan. Ular Turpan deyilindi ras. Va kimningki o'g'limni, bu Paşaxon o'g'lini jinidan ortiq ko'rdi ekanda. Bir tal o'g'lining hamda ishkirga o'qishga ketishi Paşaxon uchun turmushida eng qimmatli narsadan ayrilib qolgan bir hissiyat. O'g'lini avatmaydigan o'qishga. Shu ko'rinishlarning hammasi Xotan deyilindi. U biroqlilik kayfiyatdan bir kechida aeroplan bilan kelib ma kayfiyatga tushish dastlabda farq cho'ng, ana xarakterda farq cho'ng, yosh quramda, keyin u aktyorlik jihatda obraz yaratish jihatdami talab o'xshamagan talab. Unda bo'lgandan keyin ish qilib butun vujudimiz bilan obraz yaratishga kirishib ketdik desak bo'ldi. Onun ustiga Xotang borgan vaqtimizda fasl shundoq bir nachar 4-oy tozi 4-oyning oxiri to'pi yig'ib kundi bo'ron chiqdi. Zada shu grimni qilib naq maydonga berib rolni o'ynab tugtib kagich kirpiklarimiz oppoq, sochlarimiz oppoqli kelimizda to'p chiroyla yegan tomog'imizdimi bir xil g'us qumba to'pi yig'ib puqrab to'p chiqib turgan vaqt fasl shundoq vaqtga. Undan olgandan keyin artistlar bak chapatatdi, lekin qandaqdir guruhida shunda bir xil illiqlik bor. Mikro biz keyin rasmiy o'g'lim, rasmiy qizim bo'lib ketdik. Hozirmi bu ikkisini o'g'lim deyman, o'g'lim qizim deyman men. Dolamli deyman. Aşı rasmiy bizning odatdagi turmushdagi hissiyotlarimizmi xuddi onvaladek bo'lib ketdik-da. Aşı rolga kirishganimizdan bularni opal deb keldi. Tomoqni opa deb birga o'tirib yeymiz, rol ko'rinishga olmagan vaqtdimi? Kayfiyat andaq bo'lgandan keyin butun bizning kech-kunduz turmushimiz shu Paşaxon. Paşaxon ashundaq bo'lib ketdi. Shunlashqa keyingi davrda 60 yosh davriga kelgan vaqtida texmo o Paşaxonning obrazi menda shu o'zimla shu Mikrogul Ahmad yo'q u yerda. Shundaq darajada kirishib ketdik. Shunlashqa hamda hozircha
Uyg'urcha kanalda qo'yildi, Xansuch kanalda, markaziy birinchi kanalda Merkez Televiziya stansiyasining birinchi kanalda qo'yildi. Mamlakat bo'yicha ko'rish nisbati birinchi bo'lib kelyotdi. Biz mang'imi jiq xat keldi, jiq telefonlar keldi, ish qilib Paşaxa ana seni yaxshi ko'ramiz, Paşaxa ana mangu yashab ket degan gaplar bizga hozirgacha shunchalik ilhom bo'ldi. Ko'rmalarning inkosida shunchalik yaxshi ko'rdi-da bu filmni. Siz aşı rolunun içine çöküp durup şu roluna ait yaxşı muvaffaqiyatlik ağalıqınız üçün nurgun körümələr sizni Paşaxa ana deb oyuldu da. Öydüm o şu bəzide yolçum çaq-çaq qılıb Paşaxanda qılıq qılmaqlar deb qoydum. Hem de şu muşu ballar, muşu artistlər, yaxşı artistlər ətrafımız. İşkirdən gələn artistlərə aitdi. Göz görünən yaxşı artistlər var ki, bu qism Şinjan bək yaxşı biz Bəxtiyar Muşunun bilan İkinci oğlumla oynadı. Onun aldığı mı yani bir oğlumla oynayan. Bu üçüncü oğlumla oynadı. Bu benim oğlumla oynaş kılam, yaratılgan. En bazı tamaşalar toy tökünge hem de umada amvi sorunu basam. Özünüzün oğlu ki, sizge oxşaydı ki, acep bir yaxşı oynayıp sizler anıbalı çıkanlar seveceğim oğlu. Hazır nevrem boldu. İşte de oturma. Demek şu rolunu bək yaxşı alğanlıqla hem şu xalqı bək yarğalıq üçün şundaq deydi də. Arzugulum o kızınızla bir məktəbdə işləyirsiz ha deydi. Kızımla bir məktəbdə işləyirəm. Aşdaq deyib qoyma. Özünüzün xiyalımı şu roluna ait yaxşı kirişib şu rol muvaffaqiyatlik oyundım deb qaraysiz şundaq qoy. Endi muvaffaqiyatlik deb bək oylab ketmədim. Yəni şu başdan axırı teatrını, televiziya teatrını qoyğan vaxtda başdan axır ki, "Voy men anda qılsam bop, men yaxşı qılamapdı" deb özümdən eyib tallayma. Ama lekin hissiyat jihatda, vaqt jihatda, anandan keyin shu bütün birlish jihatda, uningdan burunqi o'ynagan analarga qaraganda bu Paşaxonga mening hissiyatim, mening bütün kirishim bakrak bo'ldi desam bo'ldi. Ona xo'samimiz birlikda shu Paşaxon obrazini ekran orqali ko'rib baqaylik. Marhamat. To'la vaqirma. Xotirjam bo'lgin. Seni uyga solab qo'ysam, qonunga xilof bo'lmaydi. Sen aqlliq bo'lsang, men sendan o'ta aqlliq. Men fan komissar Malenjanlarga og'rib qoldim dedim. Ular sening soningni bekor qilib, uyda qilib menga qarshingga qo'shildi. Voy aka, ko'rishimizga deysiz. Lekin ati nima bo'lishini kim biladi, ha? Bundan keyin ujmi darxiga tushib, bahor pilisiga kesal tegsa qandoq qilaman? Kimni topaman? G'ayrat bog'u. Ben onunla ügütüp koydum. O hemmeni bildi. Onun bildiğanları kaçınızdaki tarihçilik mükemmeydi. Radinlar, dadanga her kanca amraqsız qısan mı, hürmetsizlik qılmığın. Sen emdi mektepni bitirip, Şinjan'a ketip, dadang apamın zavtida işle. Bu yerde turayıversen, erkeksedek bok ketgideksen. Çıraylık mıke? Çıraylık gen, qarang. Nima degan çıraylık? Albatta çıraylık da. Bu degan ailemizning eng güçlari tursa. Balam, siz uyga borganda buni dinlarga bering. Uningga lazım bo'ladi. Bo'lamdi. Abba, saqaygandan keyin onunga o'zingiz bering. Oğlumni qarab turib haqi bundaqli tutqizib qo'ysam bo'lmas. Sulaymonaxun uqsimi? Hergiz unmaydi aka. Avval bir o'ltirib. G'ayrat mang'ili shuncha kun bo'lsinmi? Uning o'qishga ketganiga nimandaq ishonmaysan? G'ayratning xabari bo'lmayotsa, uning nima ketganini qandoq bilaman? Filmdeki baş rol G'ayrat obrazini dаңlıq yaş aktyor ve naqshchi Baxtiyar Aziz oynagan. Baxtiyar aka, xush kelibsiz. Sizning ilgari nurg'un etotlarda bo'lsin, televiziya teatrlarida bo'lsin o'ynagan rollaringizni ko'p ko'rganmiz. Lekin bu filmdagi obrazingiz ham boshqalarga o'xshamaydigan alaydiroq rol keldi. Hammalarning deydek bu filmda yosh vaqtinglar, o'tir yosh vaqtinglar, yashangan vaqtinglar degandek har qaysi davrlarni boshdan kechirib ekansizlar. Unda xosam bu rolni elish jarayoningizni bir eslab o'tamsiz. Bo'ldi. Men shu kitobni olgandan keyin mendan bir bisim paydo bo'ldi. Chunki men bu film ishlab
hozirgacha 15 yilda ko'p qoldi-da hamda. Shu jarayonda menda 30 qismliq televiziya teatrining bosh rol obrazi menda bosh obrazini yaratish nimasiga taxi birinchi qitim. Shunga buningda demak butun shu filmningki asosliq negizi asosliq maqsadi shu g'ayrat orqali boshlandi butun ish. Mushun cho'rdigan holda bo'ladi-ku bu filmda. Shunga buningdagi butun artistlar bilan, butun personaj bilan berish kelish qilish, butun personaj bilan o'ttirsida qandaq ziddiyatlarni, qandaq hikoyalarni bir taraf qilish, qandaq pozitsiyada bo'lish, har bir personajga o'xshamaydigan bir inkas chiqarish kerak buningda. Mush jihatlarda andan tekstni oldi bilan biz xanzuchi tekstni shuni yatlab xanzucha olgan. Shun bu jarayon azroq bisim bo'lib qoldi. Lekin ma o yosh vaqtda o'tir yosh hamda yashangan uch jihatda men Shirzod akamniki Mehr-muhabbat degan filmda bir qitim bir tajriba bo'lgan menga. Shun bu jihatdan ancha ansirab ketmadim. Chunki men o filmdami o'zim qili yaxshi bir tajriba ega bo'ldim, ham yaxshi bir hissiyatni tepib olgandam. Shunga bu jihatda faqat bir yosh vaqti 18 yosh vaqti degan kelganda shu yerda ozroq qiyinlashib qoldi. Chunki qanday bo'lsin biz 30 necha yosh bo'lgandan keyin 18-20 yosh vaqtini ammoq bir tashkildi-chu. Hamda qayr vaqti bo'lsa, masalan, men mukchiyam siz ya til jihatdan, harakat jihatlardan azroq asaroq bo'ldi ekan. Ammo yoshlik 18-20 yosh vaqt bolaning rolini elish bizga taskab qoldi. Shuningdimi hamda rejissor bilan ko'p paranglashish jihatdan ko'p fikrlashib ba'zi harakatlarni qo'shib baqsaq bo'lamdi. Masalan, opam bilan paranglashgan vaqtlarda biz odatdagidan bekrak akilab, odatdagidan bekrak yaqinchilik qilib, yosh kichik bolalardek ashtaq harakatlarni qilish orqali yosh vaqtning obrazini chiqarishga bizga unum bo'ldi. Bu filmda hamda yana ishkirdan kelgan bir muncha artistlar bor. Ular bilan mayli turmush jihatdan bo'lsin, mayli shu rol elish jihatdan bo'lsin, ular bilan bir munchalik nim paydo bo'ldi. Bu rol elishdagi ba'zi masalalar paydo bo'ldi. Shu ulardan bir bisim bo'ldi. U jihatdan xili obdan bir taraf qildim deb o'ylayman. Endi grim jihatdan shu ko'rganlar, masalan, mening og'aylarim bo'lsin, hammasi mening yosh vaqtdagi chechimga sal gap qildi-chu. Bu chosh faqat qanday oldi, qamlashmay qolibdi, unda oldi deb. Chunki aningda yana bir narsa nima desa, men bek yosh haqiqatan hamda o'zimning hozirgi holatidan bekrak yosh chiqargan. Shunga u vaqtda nima amal qilgan desa, faqat men yuzimizni tatqanchu. Yuzni ikki yoqdan tatgandan keyin buning hamda nima amal bor desa, bu tatgandan keyin jib ko'rinib qoldi. Ko'rinib qolgandan keyin uni shu chosh orqali yapmasa, boshqa amal yo'q. Endi u chosh bir burunqi bir zamondagi bir medalning ya bir nimalarning chechig'i yaqin kelib qoldi. Lekin keyin uni kesib yurib, ratlab, o'ngshab, eng yaxshi bo'lgan holati shu hamda. Shunga u chosh to'g'riliqmi? Ko'p gaplar bo'lgan, birdan tushuntirib, hammasiga ashtaq qildik. Endi shu yosh vaqtda yuzimizni tatadigan ish yana birsi yosh cho'ng vaqtida shu qiyr vaqtki shu yuzdagi nimani qo'rqinch chiqarish uchun bular bir plastik bir suyuqlik bor ekan. Shuni surkaydi o'zimiz. Surkagan keyin birdamda kelam böyle qo'rq paydo bo'ldi, qo'riydi yuzni. Qo'rgandan keyin tabiiylam chiroylilar bir xil qiyirlik paydo bo'ldi ekan. Uni ustiga grim qiladi. Andan chata xeyri buningda havo o'tishmagandan keyin biz turpanda ishlagan vaqtimizda shunda isib ketdi shu turpan. 40 gradus emas. Isib ketgandan keyin bu havo o'tmay 2-3 soat bu grimni 1,5 soatda qildi. Har birimizning grimi 1,5 soat 2 soat ashta grim qildi. Shuning bilan bu isib ketgandan keyin nima bo'ldi desa, havo o'tmay ichida suv ko'pik paydo bo'lib, terdan chiqqan bu yerda ko'pik paydo bo'lib ketiblar. Balki ko'ygan, ter ko'ygan vaqt suv yig'ilganda rasmiy ashta ko'pishib qoladi ekan. 3-4 soatdan keyin bu ko'rinishni ololmaydigan ish chiqadi. Shuni uni yana shu tatib so'ygandan keyin bu terdiga ichib ketib qolgan. Shunda qiynalib ketdik turpanda. U issiqda texmo. Pek issiq, shuni qiynalib ketdik. Uni chiqarib etib, yana necha soat saqlaymiz. Saqlab teri biza havoga o'ngshalganda ancha-muncha bir grimlarni qilib ya suv sepib yurib, andin shu vaqtdan keyin qiyr vaqtni ko'rinishini ololmaydik necha kun. Amal yo'q, yosh vaqtning ko'rinishi qizirib ketgan emas. Qiziribmi, yorib ketgan, ishilib ketgan terlarimiz. Ko'zlar atrofida mishalar hammasi yorib ketgan.
Amal yo'q 3-4 kun shu sababdan filmning planim buzilib ketdi, o'zgarib ketdi. Shu qiyinlik jihatlar shu bo'ldi. Umuman qilib aytganda hamda men o'zim xil muvaffaqiyatli oldim deb o'ylayman, chunki Abay Mikrogul apay degandek bizga ustoz apay bilan ko'rinish olsak, tabiiy yaxshi rol oladigan bo'lgandan keyin jiq narsalarni o'rgandik. Jiq narsalarda biz o'zimizning opstek yaqin bo'lgandan keyin biz faqat tamtirash ya bir nemish yo'qda bu yoqdan ko'rinish boshlandi desa olimiz bo'lmiz o'zimizning parog'ini qilib animda qilamdik ma'lumda qilamdik deb qat'iy bir tamtirash hissiyotlarim bo'ldi. Arzugul shu uzun muddat shu filmda birga ishlab qolgandan keyin o'tirimizda faqat bir jiddiylashish bu nim bo'lmagan bir-birimizning mas tekst olsun u bu jihatlarda bo'lsa yordamlashib shu jihatlarda shunday yaxshi bo'ldi. Ko'rinishmi yaxshi chiqdi, film gruppasimi qo'shal xuram tugutib oldik. Unda xo'samimiz birlikda g'ayrat obrazini ekran orqali ko'rib boqaylik. Marhamat. Hay, model. Buning nimaligini menga deb bering, Bu yanto şekildeki yağıştan yasalgan çoğun köptürmügürlük destigah. Bu bizning o'yidagi kakkoqanatıq destigahning oqisi o'xshaydi. Bu kim qap to'qishdiki an'anaviy destigah. Hozircha hech qanday uskunning bununchilik iqtidori yo'q. Model, nimishqa bununchilik iqtidori yo'q? Qara, bu destigah toz peyni, kumush oltin jiplarni, shundoqla to'qilma buyumlarni birlikda to'qib chiqara oladi. Hozirga qadar dunyoda buning o'rnini olgan uskuni yo'q. Bu yerda endi birdan o'rgansak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Qandaq? Rəhbərlik qoşulmadımı? Baya Xannazir mənə Cangnan Toxumçılıq İnstitutu bilan həmkarlaşdığın işini dedi. Lakin Cangnan Toxumçılıq İnstitutu cavab vermədi. Şuna siz Liuxo'ya telefon qilib so'rab baqsangiz. Rəhbərlər, xatircam bo'linglar. Qanabaş model xatircam bo'ling. Ko'ngilli ipak zavodimiz umidinglarni hargiz yerda qo'ymaydi. Biz cho'qim shirkatimizni ipak yo'lidagi nur kechib turadigan go'harga aylantiramiz. Dilnar, bu udunning atlisini buvang momo sana qildirgan. Ati chetelga chiqqanda elvaq. Momoning deyishicha, agar ipak yo'lning sodgiri bo'lsa, Filmdeki özü asli Uyghur lekin Xanzu ayılı çoğun bolğan Wei Minsha yani Mihrigul obrazını yaratgan artist bolsa Şinjan Sanat İnstitutu'nun usul o'qituvchisi, yaş talantlıq aktyor Arzugul Abdurashid. Arzugul malum hoş geldiniz. Arzugul malum siz şu sanat kasbida keyingi avlodlarni tarbiyalash yani o'qituvchilik xizmati bilan shug'ullanasiz. Yani bir tarafda o'zingizning pishqan rol elish alayligingiz bilan nurg'un kino televiziyalarda rol oldingiz. Undaqda mushu filmga qatnash jarayoningizni bir eslab o'tamsiz. Ma'qul bo'ladi. Ben tunji qitim bu kitobni qo'limga olgan chog'imda shunchalik hayajonlangan. Chunki bu kitobni ko'rish jarayonida chiqib menga ta'sir qilgan shunchalik vaqalik borda, shunchalik ta'sirlik. Bu asosan Millatlar Ittifoqini kuylaydigan bir film bo'lib, boshdayoq ko'rib chiqqandan keyin men shunchalik hayajonlanib hatto yosh to'kib qolgan yerlarim bo'lgan. Mening olgan bu obrazim bo'lsa, asli bir Uyg'ur qizi. Qumluqdan bunu beqib olgan ota-onasi, yosh ota-onasi shu tepib olganda, ular yashaganligi uchun bu bolani qanday beqishni bilmaydi. Ya'ni shu Pashaxon onalar bilan shunday yaxshi o'tganligi bo'lganligi uchun shu vaqtda Pashaxon onayini berib, bolani qandoq beqish, Uyg'urlarning o'rib odatiga mos keltirib, shuna cho'ng qilganda, bu Wei Minsha keyingi mazgilga kelgan chaqda shu ishkining oliy maktabining o'qituvchilikqa ilib qolgan. Shu 1955-yili shu Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni rasmiy qurilganda shu markaz shu ishkirdagi bir turkum yoshlarni, shu Xanzu yoshlarni shu Uyg'ur Avtonomining to'qimchilik ishlariga texnik taraqqiy qildirish uchun shu Şinjan tavasiga avatgan. Shu jarayonda shu g'ayratlar, ya'ni bir turkum har qaysi osonliq millatlardan tashkil topgan osonliq millatlar ishkirga berib, shu to'qimchilik sohasida bilim ilib, shu yerda tarbiyalanib, keyingi mazgil kelgan chog'da Şinjan qaytib kelib, Şinjanning shu to'qimchilik sanoatini bir kishilik hissini qo'shgan. Bu jarayonda shunchalik tatbiq ta'sirli hikoyalar borda. Shu Pashaxon ona bolasi o'rtasidagi ta'sirli hikoyalar, bizning oilaning shu Mihrigul oilasiniki, shu Pashaxon oilasining o'rtasidagi inoqlik, ittifoqlik, shu yurtini gullantirish jarayonidagi har qaysi jihatlarda shu o'zining bir kishilik hissini qo'ygan ta'sirli jarayonlar borda. Men qilib bu Wei Minsha obrazini ilish jarayonida jiq yerlarni hamda shu
ba'zilarni o'zimga o'xshatdim. Bu Veyminsha obrazi shundaq turmushda qaysar, jafoga chidashliq, har qaysi jihatlarda shunday yaxshi tarbiyalangan. Uydagi shu bolasining tarbiyasini birinchi o'ringa qo'ydi-da, o'sha oilasini deb, farzandining tarbiyasini deb, hatto o'ziniki eng yoshliq vaqtini o'sha oilasiga taqdim qilgan. Bolasining keyingi mazgili kelgan chog'da yaxshi tarbiyalanishi uchun shu ona o'zining shundaq shu ishkirdiki, shundaq abayda deb o'tdim, ishkirdiki oliy maktabda o'qituvchi bo'lish fursatlarim bo'lgan. O'zining shu yaxshi ko'rgan yigitini deb Shinjon kelgan, Shinjonning taraqqiyotini texnik taraqqiy qildirish uchun bir kishilik asosini qo'shish uchun qaytib kelib, yurtini gullantirgan. Bu jarayonda ish qilib, bu qizniki intayin qaysar, mehribon, oq ko'ngil, o'zining so'ygini uchun, o'zining oilasi uchun, o'zining yoshligini ato qilgan bir qaysar, mehribon onada, shu Pashaxon ona ikkimizning o'rtasidagi shu degan qiynopi bilan kelin o'rtasidagi inchkiyalarni shu rol ilish jarayonlarida shu Mehrigul opayda shundaq ikkimiz bek muzokaralashimiz uchun meni qanday qilsak ular qiynopi bilan kelin o'rtasida aslida shuna bir tatliq narsa bo'lish kerakda, bundaq qilsak bo'ladimi, bundaq o'ynasak balki rolni texmi yaxshi ifodalaydi deb pastki vaqtlarda biz bek hamda kitob to'g'riliq muzokaralashimiz. Opayim menga bundaq azınız texmi yaxshi bo'ldi deb jiq taraflarda yordam qildi. Men burunqi olgan rollarimda ish qilib Turpondagi muhabbat naqsi nomida shuna sho'q aşı degan sho'q bir qizninki rolini olganda men manında opayim shu baxtiyormi shu yosh mazgil, o'ttir yosh, yashangan mazgil, 3 mazgil borda. Bu artist degan hamda bizning vazifamiz ras haqiqatan bak ig'ir. Biz degan hammamiz uyqumiz asosan bir kuni 4 soatmiki, men ish qilib bu film ishlash jarayonida uyqum qolmadim deb o'ylayman. Bak jafoliq. Lekin shu jafoga tushliqmi natijasi yaxshi bo'ldi. Degan soat 4 qo'psam 6gacha 2 soat grim qiladi. Mujna o'tirib uxlab qolaman men. Grimchik deganday uxlama, beshingni ko'tda ko'zingni och deb ketadi. Yeribchu, nimishqa desangiz bir kunda 10 soat ishlaymiz. Qaytib kelib kitob qarab, kitob yodlaymiz. U yodlashga 1-2 soat ketadi-da. Ketib uxlab bo'lguncha birdan u tong atgan. 4 soat oraliqda uxlaydi ekanmiz. Lekin ba'zi kunlar qanday bo'ldi desangiz, yosh vaqtimni olgan bo'lsam, tushdan keyin bir uxtirish keladi. Tushdan keyin sizningki qayri vaqtingni olamiz, yashangan vaqtingni olamiz debchu. Shuning bilan u yuvib andikin iliqindak, abayqidak pak qilib, yuvib bo'lgan keyin qaytadan grim qilish, qayirtish to'g'ri keladi. Yana 2 soat o'tirgan gap. Degan 2 soat, tushdan keyin 2 soat maydonga berib rol o'rindaysiz. Lekin kunlik gap sizning topshiriqingiz borda, adilki vazifani o'rindash topshiriq. U topshiriqni o'rindamasangiz, naq maydon 50-60 odam saqlab turadi sizni. Ya bir gapingizni unutilib qolsangiz, bo'lmaydi, sattirdi haqnalda. Uni yaxshi o'rindash uchun hamimiz har qaysi javoblarda ko'p tirishchanlik ko'rsatdik. Ish qilib artistlar shunchalik yaxshi bir-biridan, işte opaydak yaxshi artistlar bo'lgandan biz shunchalik yaxshi o'ynadik. Hammamiz bir-birimizga hamkorlashib, har qaysi jihatlarda kuch chiqarib, hamda tomoshabinlarga yoqqidek bir aralda yaxshi o'rinlab keldik deb o'ylayman. Xudo xohlasa birlikda Mehrigul obrazini ekran orqali ko'rib boqaylik, marhamat. Bundan keyin mushuning bilan menga xat yozing. Mening sizga xat yozg'im yo'q. Nimishqa? Sizga qancha xat yozishni o'rgatdim-ku. O'rgatgan 10-chilik xatingiz ko'nglimdagi gaplarni yozishga qandaqmi yozsin? Men bo'lmasammi, davomli o'rgansangiz bo'ladi-ku. Mening sizga ketkizgim yo'q. Bunda qilmang G'ayrat. Ata dadam mansa, uning bilan ketmasam bo'lmaydi. G'ayrat. Makalli bilan badi keldi qilmaylik qo'ying. O'zingiz Shinjonga berib, nurg'un korxonalarning taraqqiyotini ko'rib kelsangiz bo'ladi. Gapingizni tushundim. Biroq qo'limizga keladigan bir obdan foydani qo'ldan chiqarsak qandoq bo'ladi? Opam. Bu Atlas Shohini Dilnorga topshirib berib. U Atlasning izbosari dedi. Opamning Dilnor ishqimning holidan yaxshi xabar olishini topildi. G'ayrat. Burun sizga chechilib, sizni tushunganligimni kechiring. Lekin bu artistchilikda hamda rol ilish jarayonida artistlar o'zaro bir-biriga ta'sir ko'rsatish roli bek cho'ng deb o'ylayman. Masalan, bir iliq
ko'nglingiz shunchalik yerim vaqtda qarshi tarafdagi artist masalan sizga bir xil ideyani sizga biroqlam ba'zi sizniki hissiyot birinchi his qilganingizni shu damalliqni chiqara olasizda. Masalan shu qiynapa bilan kelin o'tirsidagi ta'sirlik yerlarda oppoyning ko'ziga yosh kelsa, mening damalliqda ko'zim yosh keldida. Yig'laydigan yerimiz bekchi. Yig'laydigan ishqi ta'sirlik ikkimizning ashta yerlar bekchi qo'ygandan keyin bekishdik shu rolga kirishib ketamiz. Shu rejissyorimiz so'zlash jarayonida men bunday qilsizlar, shu birinchi maydon biz bu ishda shu qiynapamni tugab ketgan vaqti qo'ynimda tugab ketdi-da. Bu yerda sen urib bashliqlab kelsang bo'lmaydi. Sen bu qiynapang senga shundoq bir umr ishinglar yaxshi o'tgan, mehribon ona tugab kelsimi sen yana shuncha xo'shallik ichida ko'zingga yosh olsa, lekin biza kulimsirash bor. Men bektas to'xtagan, qandoq qilsam men kulib turib shig'laydigan, qandoq qilaman? İlqindak voy apa tugab ketding deyamaydi ekanmiz. Bu kinoda cho'qim chiroyli ifodalash uchun yana shuni kontrol qilganmizda. Pashaxon shuncha og'riq tatibmi, azoblanmay ketginiga, shu og'riqning dardini ilqini voysirmay, shundoq ilqi hamda biz ilq oson o'lim deymizmi, ma'millar. Shundoq bir oson o'lim berginiga kelin japa tatmidi, og'riqning dardini oz tatdi degan bir xil mamnunlik anandan keyin bir o'zining qo'ynida kichik bolani papilgandek papilab turib jon uzdigan bo'lgandan keyin uni Orzugul yomon yaxshi ifodaldi-chu. Orzugul bek yaxshi ifodalagandan keyin rejissorni biz yig'latdik. Ay sen rost o'lib ketgandek qilding-a deb yugurib kelgan shu keyin. Shu ko'rinishlar shunchalik ta'sirli chiqqan. Andan keyin yana bir qizim bilan shu qiynapam biz uyda dasho imtihon tayyorlik qilgan jarayonda qizim degan yoshlarning toza shu ota-onalarga yonadigan mazgillardagi ko'rinishda u. Men yaxshi o'qi, imtihon muzokara qil, muzokara vaqtida uyga kirib olma. Qildingmi, etdingmi deb ko'z tutchu. Hozir onalarning tipik simvoli deb o'ylayman. Shu undaq qilavergandan keyin bu qiz sal bizar bo'ldi mendanchu. Sen kashkicha ugunishim qarab turib oldi ekansan. Sen degan oliy maktabda o'qimasin nima bo'pti? Men boshqa yerda o'qiyman deb men bilan qarshilashgandek bir gaplarni qiladi. Shu jarayonda bir maydonda rejissyorim dedi, "Ma maydonda sen balangni bir chavak bir shaplaqdan birini ursa, amal bir qitimni o'tinglar" dedi-da. Mening bu qo'llarimning yo'qanligida o qizning yuzining kichikligida bir qitimni o'tkidaylik singlimma deb mayli qizning yuziga rasmiy soldim. Rost solgan. Rost solsang haqiqiy chiqdi. Qizning hissiyoti shu bo'lgan chog'da ko'zdan yosh chiqadi. Sen cho'qim rost sol deb oqidan asta deydi-da menga. Uni demayman. Shuning bilan u shaplaqni urib bo'lgandan keyin mening ko'nglim shunchalik yerim bo'lib ketdi. Xapumangchimi, singlim xapumang. Rasmiy udim qizardi. O hech qiz yo'q bu rol tutsa men to'g'ri tushunman dedi o qizchu. Shuning bilan ikkinchi qitim yana kelinglar dedi. Chunki asla yig'ilgan qizning operatorchi opirib ko'rinishni yoshdan chiroyga berdi ekan to'q. Ash berishni unutilib qolibdi-ki, qaytadan elish to'g'ri keldi-da. Shu maydon ko'rinish lekin shunchalik ta'sirli chiqdi, lekin mening ko'nglimda bir yerim bo'lib ketdi. Ash mashinaga tushib ketkichaylik qiz singlimizdan kechirim so'rab men bu rol odam artist degan ajoyib bo'ldi ekan. Rost elish uchun mushtaq qildik. Kechiring meni deb degan kechirim so'rab ketdim. Ishqilib menga ta'sir qilgan bir maydon deb o'ylayman uni. Ishqilib pechchiq ta'sirlik hikoyalar bor. Shunda bir xil bir-birimizga mehr yetkazib, har qaysi jihatlarda yordam berib, uning ustiga biz borgan har qaysi yerlarda bu ishiga borgan vaqtimizda ish kirdi par yo'q apaya. Par yo'q ekan, toz sovuq ekan. Bek sovuq vaqtda yomg'ir fasliga qopdiqda. Kunda yomg'ir yog'di. Yotqanning ichiga kirsakmi nam, kiyimimizmi nam, talog'i chiqsaqmi nam, bu ustixon degan og'rib turdi. Zukam, kündüli zukam yenimizde doğru tayya. Aşında bir pesl ilk toğru kep kaldı. 3. ay ilk yeni bahar pesli, aş peslinin taz yağmur vakti kende. Öyünün içimi soğuk, talamı soğuk. Ilk onun üstüge ilk bizninki dekorasiya qilgan davr bo'lgandan keyin shu ayni vaqtga 50-yillar, 70-yillar, 60-yillardagi ko'rinishlarni ilish uchun ashta bir bunday krizis uchrab tashlab qo'ygan bir zavodninki konu binalarını yasaptı ki. Uya texim soğuk ki. Qar yo'q u yerda, shuncha so'q. Qar degan narsa yo'q. Ba'zilar tokparlarni akeldi birdan o cho'ng o'yini isitib bo'lmaydi. Cho'ng o'yini isitib bo'lmaydi ekan. Anaqil tokninki besimi yetishmay u birdan 3 qoladi. Birdan kuyib ketadi ashta.
bir japalık başlandı. Ama lekin bir yaxşı yeri şundaqla ma Şinjandan bağa artistlar, yani yosh artistlar ba birga kelib bir jozimiz ba ma Baxtiyorning jozini qo'yib çayını demlab rasmiy dasturxonimiz tayyor. İlk ishkirning artistlar hayron qoladi-da. Ular o ayrım o'tirdi. Ayrım bir-birisiyle aralashmay o'tirdi ekan. Biz g'ujmakli bir yakilmiz. Heliq jozimizni tizimiz, Arzugul bir pechenisini chiqirdi, Baxtiyor bir almasini chiqirdi, men kapi ushaq tushkumni chiqirma, ankin damlagan chayimizni, piyolarimiz bor, hammamiz çayını tangish chiqmish taxlayliqi hit qilgandakli o'ttasaqmish rejissyorlarmi, ishkirliklar. Chunki ulam o'gandi. Ulam kelgan bo'ldi, andikin o Hanso Uyg'ur demay, hammamizli bir jo'zig'i yig'ilibla akaganni tang yeb, o'sha g'ujmaqini qilib o'tirib, issiq o'tirib, manda kayfiyat shakllangach, yana iliq muhitning japoligi mening ashiliqi yana ancha bilinmay qoldi. Iliq nima portlab ketib, suv portlab ketgan ko'rinishni oldi. O vaqtda men ish toldirilgan rasmi shunda so'g'aq so'g'aq butun ushib ketgan kun. Ishim kiymay shu ishdan yitiblar, shu teri ko'rinib turdi. Meyalam shu ishimga nip biz bir mayka bilan bir chapanni atib qo'ygan. Iliq nimaning doktorning karoti yetib bijdam ishiga so'raydi, bijdam teshig'i so'raydi. Chiqib shuninglar bir vaqtda ularlik dekorasiya almashtirdigan shub qilib, men ya kiyim almashtirib olmayman. Butun grim qilayotganda qanab ketgandek. Almashtirsamli bo'lmaydi. Shuninglar shu butun yerga kirsam so'g'aq. Şu aşı bir tal uçakdaki ilk parvoq. Hammamiz shu stalning endi o'tgan kishiga kirib suqiniblik juvini kiyib shu yerda o'tirib eng issiq tuyulgan yashudi. Bu ilk rasmiy muzlagandan keyin o ko'zini yumib ilk jiddiy qutqizishdi. Yassa men ilk o'g'lim portlab ketdi deb ilk doktorxonaga yig'lab ilk vur jor qilibla yugurib kelib mening balam nada balam teppa deb shu üsüp kirgil qo'ymiz üsüp kirib buni qisha kirib qon chiroylari bakmış kalpıklarda kan didar yok. Mesela töptü ziyatıdı da. İşikten kırplı ben o tabiyle o yığlap diyen aşağıda yıkıp diyen özlemde tuymaylı kılıp toxta bol dedesimiz yığılgan gibi bakır. İlk toğap gitti bunu çırayı diyen bak akır gitti diyen ilk nip biz ilk ak köyneklen bu başka. Keyin yutqanlarni yeyib yana issiq. Ana oshundaq bir muhitda, demak ba'zilik muhitninki japoliqligimi, rol elishimizga shunchalik bir ta'siri ko'kasdi desak bu filmda shu ko'proq ashtaqiliq japoliq ko'rinish bak chiqdi. Shuma biz ham da o'zimizlik ön bo'lgandan keyin abay degandek hammamiz bir yerda yig'ilib shu illiqlik unda japoli bakchiq unda ko'rinishlar. Amiyat bak japoliq vaqtida ishladi. Ishkirdagi u so'g'aq deganimizmi 0 dan 30 gradusmiki yapay. Yani mushta kaltiyan yazdan shunda xo'shal rahatlikni ifodalab o'rinlab beramiz rollarni. Lekin tushgandan keyin g'alg'al chiqib yo'g'on paltolarni kiydigan gapda turpandimi yerning gradusi 60 gradus xotandimi bo'ron chapqonlar chiqib men bir hafta gilimdan ketdim qandoq qilaman deb hammasining sharoit shu faslning o'zgargan fasl almashgan shundoq sharoitga to'g'ri kelib qoldi a film biz xotanga olgandimi to'p yig'ib turdi emasmi ishkirdan kelgan masalan artistlar hamda ancha muncha bazıları fakat çıdamaydiganları maske taqib oldi. Bizning artistlar taqimida, hech kim maske taqimida, xizmatchilarning hammasi 2 qat, 3 qat maske taqib ishildi shu maydonda. Birdamdilami shu stalning ustini to'pib ketdi, qaytadan aytib turdi, biz ishlayveramiz, biz degan yutilib, gilimiz degan kishi boshtab ketdi. To'rishunib turib grim bo'lgandan keyin biz maske taqsak, grim chiqdi-da. Bo'lmaydi uni taqash qishini o'shqa. Mening ilqi tomoshabin mendan mush yaqinda telefon, uçur, arqılıq, bəziləri bevasılı xat yazıda otur məktəb oxucuları. Aşınında siz müştaq qeyrib getdinizmi? Çeçiniz oppoqqo, çeçinizni qandaq qildi deb aşında sual bəkçiq düşdü. Bəzilərə oturub xat yazıb qaytırışmı? Biraz təsvil demişədi şu tamaşabin dostlarımğa mən muş gəpni bir Ko'nglimga gapni davasam, kechirsam, men faqat vaqt chiqaramidim. Xat yozib javob qaytarishga men vaqt chiqaramidim. Amda Visionda bo'lsa ya telefon qilsa bevosita degan bo'ldi ekan. Amda pochtadan yozgan xatga bevosita maxsus o'tirib xat yozib men uni qilib olmay qoldim.
Ay çeçimge bak kızıqdı tomoshabinlar. 80 yaş vaqtidagi oq chashqa. U kemichach. Yüzümge bir qat qo'riq qiladigan ilq narsani chaplaydi. Aqıdan meyege sangılgan ilqi solyavni chaplaydi. Ma ko'zning ma ko'z qaltisi sangılganni. Anki meyege ilqi mundaq qo'riq chiqqan birini chaplaydi. Ankin kemichashni kiygizidi. Şunun olan müşnün üstüde çıqqıtan nəsi var. Yelqi ıssıq. Onun üstü mening özəmning çeçim jiqqanda, agirimchi bo'lsa deydi. Çeçim qilin mening jiq. Bu chash. Buni tugib üstüge ilq oq chashning kaymichashni kiygizgan keyin yelqi ıssıq bu qichishidi dam. Bu qichishning Vallahi qo'limda maxsus bir qalam bor, mustaq sanjib onun üstüde qilin yog'liq bor. Tota özəmning çeçi onun üstüde kaymichashning ustida jung yog'liq. Vay, 40 gradus turpanda demaysiz. Allah. Endi yozning ko'rinishida nepiz yog'liq chekdim. Sal kuz faslining ko'rinishida jilatki bilan jung yog'liq chekmanda, qilin ko'ynakning ustida jilatkin bir kiysam, mush dumbamdan shur nimo ta'ning oqqini tuyulib jilatkin sassam ko'ynakni keyin mastaqla o'l. Ankil qalam bilan sanjiydigan gap qichishib ketib, ta'lab, ammashadan oqidi. Bu yerdan oqqan ta'il qo'riqni so'yib chiqidi. Allah, shunchalik jafo tortgandik. Lekin hamda keyin o obraz shunda yaxshi chiqqandan keyin shu obraz shundaq 80 yosh, shuna bir mo'mayning, masalan, Arzugulning shu davrlar degan 60 yoshga yiqilishib qolgan davrlari bularning. Obraz shundaq samimiyligi, shundaq tabiiyligi bilan yoritilgandan keyin yana o'zimiz ilq jafoni unutib qoldik emas. Yana odamimiz chiqib qo'shilib Aslaq, bo'libmi mush tomoshabinninki bergan ilqi bahasi, ularning aslaq xat yozib, Paşaxon ana yashab ketding, keliningizni mangu nim qilamish, bolalarning gapi bor, o'g'lingiz bek chiroyli ekan degan gaplar bor. Aslaq, biz o'g'lingizni bek yaxshi ko'ratdik, sizning o'g'lingizligini buni o'zimning o'g'lim deb o'ylab qopdi. O'xshitdi. Bek o'xshaydi ekan sizning yosh vaqtingizga, yosh vaqtda kinolaringizni ko'rgandik, o'g'lingiz sizga bek o'xshaydi ekan deb mushtaq gaplarni jiq anglab, xatlarni jiq men mushto xat yig'dim. Bir ko'rib xat bor. Ashtaq o'tirib biz ma san'at maktabida o'qituvchilikda ishlagandan keyin bevosita san'at maktabining adresiga shu adresimizni topamiz, shu maktab adresilar avat etganda xatni. Erinmay o'qiymiz. Erinmay o'qib, ashuningdan ilhom topdik adam. Ashuningdan xo'shallik topamiz. Yilqi japa anankin biroqla unutilib ketadi. Ashtaq. Albatta shu ko'rmalarning yaxshi inkaslarini anglagandan keyin sizlarning qanchalik japa tasanglarmi shu japalaringlar ko'zinglar ko'rinmaydi. Ammo shu bir filmning muvaffaqiyatli suratga ilinish uchun oz bo'lmagan jarayonlar ketadi. Mana biz mushtaq suhbatlash jarayonida huquqimiz bo'lmasa, biz televizorda ko'rgan shunchalik tez o'tib ketadi. Iliq ko'rinishlar, uning keyin qanchalik japa chekkanlarni biz albatta uqmaymiz-da. Ammo shu filmni qanchalik vaqt suratga oldinglar? 3 oy. 3 oy vaqt ketdimi? 3 oy oldi, keyin meni ilqi ovozni o'zing ba. Sening o'zingning ovozing bilan Paşaxonning shu xarakteri undan echildi ekan. Uning ustiga ilqi Paşaxon shu ozod zamon burundagi davrdagi ayol bo'lganligi uchun uning ustiga u maktab ko'rmagan, oila ayoli faqat atlas to'qishda mahoratga yetgan ayol. Butunlay o'zining hayotini shu bolasiga, oilasiga, shu atlas to'qishga, shu oilaga bag'ishlayotgan ayol bo'lgandan keyin u hisob savodsizda. Unda bo'lgandan keyin uningki xansuchi tili cho'qim yerlik aralash kelish kerak. Deb munda talab qo'yilganlik uchun keyin xansuch ovozni men o'zim berdim. 3 oy suratga ilinib bo'lgandan keyin yana Beijingga berib 1 oy ovoz berdim. Shu Jungoning eng dangliq Arzugulga ovoz bergan ayol artistmi? Jungodagi eng dangliq xansu ayol artistkan. Bu kim Baxtiyorga bergan. Ular deganning undaq ssenariyga qarab qo'ymaydi ekan. Mundaqla ko'nib ketibdi. Mundaqla tekstni ko'rilib o'zining gap qilib dang xotini olib. Men faqat undaq ilk ovoz artist emasman. Menda ovoz berish naq maydonda qilgan bilan rasmiy ovoz berganda unda tajriba yo'q ekan. Olani oldi dastlab sal tamtirdim. Tamtirab keyin uli yana mama o bu deb yana ilk turmush ikkisidakla. U ba'zi ovoz bek o'xshaydi uning ustiga. Mama deb lamilq akilab yerlarimni tutib, uchimiz turib ekran qarab turib ovoz berganki, ular bilan yana birdam dillik obrazning ichiga
yana kirib ketgili bo'ldi. Men dedim sizlar endi kasbinglar ovoz artist. Mening kasbim, ana kasbim o'qituvchi, bu aktyorlik bilan shug'ullanayotganim. Endi 16 yoshdan boshlab ekanman, tajribalik bo'lgan bilan ovoz berishda men tajribasiz, men biroz yetaklanglar deb turdim. Ulu mening ayliqi Şinjancha. Şinjancha, masalan, Xansochinilik rasmiy Şinjan koyingda deb. Jigmaniga yangza degan gapimga kuldi. Birdamdilla shu bir haftada o'zlashib ketdik. O'zlashib ketib, bir haftadan keyin rasmiy men bu bo'lmasa tos qoldim, ovozdilan Pashaxonning obrazini yo'q qilg'ili. Aslida naq maydonda yaxshi o'ynagan bo'lmasa, rejissor bek rozi bo'lgan. Osh ovozda rejissor o'zimi jiddilashib ketdi. Sen ovozda Pashaxonni yo'q qiladigan bo'lding deb, lekin oxirgi nimalarda yana ozroq yerlari keyin o'zim qarsam, hey ovozda miyada naq maydonda o'ynaganda menda emasdi, men ovozda o'zim yaxshi beramayman, menda bu qopdi deb ichimbek etishdi, lekin umum jihatdan yana shu qiyinchiliknim keyin yana yangmay bo'lmadi. Boshqa kelganda. Bugün şu film hakkında aytdi. Ko'ngillik mungdishib oldik, sirdishib oldik. Sizlar şu filmni elish jarayonida az bo'lmagan jabonlarni tatib ekansizlar. Ammolarning qimmatli vaqtinglarni ajratib bugungi suhbatimizga kelganinglarga rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Sizlarga rahmat. Şinjan Okyan Medeniyet Tarqıtış Şirketi ve Okyan Televiziyası yol koygan Okyan Universal kanalı, Okyan Tiyatr kanalı, Okyan Sanat kanalı, Okyan Radyo Televiziya raqamlik Uygurca kanalları, rangdor sarxil mazmunları arqılı turmuşingizga yangicha zoq, yangi ko'rish sezimi ato qiladi. Shunaqla mazkur kanallardagi barliq programmalarning oltin e'lon o'rni va oltin vaqtlarga davomli e'lon qabul qiladi. Fursatning o'zi g'alda. Fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymang. Baza chaqqanman. Okyan Televiziyasi kanalları muvaffaqiyat yo'lingizdagi oltin ko'rik. Okyan Televiziyasi. Sanitimizning o'tmishi va bugundan xabardor bo'lgansiz bormi? Cho'lponlarning oilasi haqidagi paranglarga qiziqamsiz. Siz yaxshi ko'radigan cho'lponlar bilan sirdoshqingiz bormi? Tangirtoq san'ati programmasi sizning yuqorqi talablaringizni to'liq o'rinlaydi. Yurakdagi armonlar bizni karvon qilganda, Bo'yimizga oltindek libos yapgan roziman. Yillar birga xushliqib, baxt ichra tong etib, Ömrümizge bebaha ma'no qatgan roziman. Yeni kuygi jör bulup, qilsaq nava munglunup, xonimizga baxtdan chiroq yoqqan roziman. Roziman to'ygirim to'y suratchiligi. Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar, programmamizning Yosh Cho'lpon sahifasini ko'rishingizni qarshi olamiz. Biz bugungi sahifamizda o'zining sho'x usul, yiqimliq ovozi bilan Osmon qatorliq naqshlarni aytib, keng ko'ruvchilarning yoqtirishiga erishgan Urum shaharlik 23-o'rta maktabning musiqa o'qituvchisi Ziloyat Ismoil bilan suhbat etmoqchi. Assalomu alaykum Ziloyat. Va alaykum assalom. Programmamizga xush kelibsiz. Rahmat. Ziloyat, siz hozir 23-o'rta maktabdan musiqa o'qituvchilik xizmati bilan shug'ullanyapsiz, shundaqmi? Shundaq o'qish bitagandan keyin 23-o'rta maktabning musiqa o'qituvchilik kasbini qilib kelyapman. Mening bilishimda siz oliy texnikumda usul kasbi tarbiyalanganingiz, keyin to'liq kursda naqsh kasbidan muntazam tarbiyalandingiz. Shundaq. Oliy texnikumdanki usul rejissorlik kasbida 2 yil tarbiyalandim. Tarbiyalanib bo'lgandan keyin yana o'zimningki yana boshqa jihatlardami alayligimni azroq his qilgan vaqtimda naqshdimi bir tarbiyalanish arzuyi bo'ldi-da menda. Shuning bilan keyin shu san'at institutining to'liq kursini naqshlam o'qay degan niyatda tarbiyalanib o'qish bitirdim. To'liq kursda naqsh o'rindash kasbimi yoki musiqa ma'rif kasbi tarbiyalandingizmi? To'liq kursda naqsh o'rindash kasbi. Naqsh o'rindash kasbida muntazam 5 yil tarbiyalandingiz. Unda xususan Ziloya, siz shu boshda usul kasbi tarbiyalanib, keyin naqsh kasbida muntazam tarbiyalandingiz. Shu bir tarafdan naqsh aytib, bir tarafdan usul o'ynab, shunday bir adlaylikimni joriy qildirmay, keyin mushu jihatda taraqqiy qilma degan bir plan bilan olmishib ekansiz-da. Shundaq desam bo'ldi. Men bu naqsh aytish, hamda usul o'ynash degan hamma odamning kichik vaqtidan boshlab hamda bir qiziqishi bo'ldi. Paydo bo'lgan bir xil qiziqishi bo'ldi ekan. Shunlashqa hamda kichigimdan tortib naqsh etsam, usul o'ynaydim, usul o'ynasam, naqsh g'ingishib turib o'ynaydim. Shunlashqa hamda biz o'qigan vaqtimda, usul kasb o'qigan vaqtimda shu naqshni tang hamda o'zim aytib, undaq bizning dars bo'lmasimi, o'zim ishda qo'shib olabdim. Qo'shish jarayonida lekin o'zimni shu xil ikkisini birlashtirsam, intayin yaxshi bir
asarning bo'lganligini o'ylab, Ko'zimiz yetdi. shunlashqa kallamda azroq o'ylab qoldimda, mustaq agar o'qish bitgandan keyin agar yana bir baldaq yuqori ko'tarib, yuqori o'rlab o'qiydigan ish bo'lsa, shunaqcha o'qisam bo'dga degan niyatda shundan o'qish bitgandan keyin to'liq kursni naqshda o'qidim. Mening bilishimcha, Zulaya siz shu to'liq o'tir maktabni Urumchiyalik 14-o'tir maktabda o'qigan. Shu vaqtida san'at sinfida o'qib ekansiz. Shu vaqtida maktablarda o'rlashtirilgan har xil faoliyatlarga qatnashib, san'at jihatdagi alayligingizni namoyon qilganmi? Shundaq. Men to'liqsizdan boshlab 14-o'tir maktabniki san'at sinfiga qabul qilinib, shuningda tarbiyalangan. Bizning o sinfda usul mubaddi, usul kasbim bor, naqsh kasbim bor, muzik kasbim bor. Chunki har tarafdan tarbiyalandik. Şunlaşqa şuningdimi, hamda har tarafdan tarbiyalanganligim uchunmi, shu usulni boshlab oliy texnikumda o'rganib, hamda burunqi yana o'zimning naqsha bo'lsin, muzika bo'lsin, uningdan alayligim bo'lganligi uchun shuning usuldan keyin naqsha muzikani qo'shimcha o'rgangan. Demak, siz to'liqsiz o'tir maktabda o'qigan vaqtingizdan tortib san'at kasbida, san'at sinfida tarbiyalangan ham ashundaq bir ishtiyoqning borligini shu vaqtda his qilib, san'at kasbida o'qib ekansizda. Zulaya siz aytgan naqshlarni bizning ko'rmalarimiz intayin yaxshi ko'rdi. Shaxsan men intayin yaxshi ko'raman. Sizning aytgan shu o'rgilay, Osma qatorliq bir turkum naqshlaringiz nurg'un ko'rmalarning yoqtirishiga erishgan. Unda bo'lsa, shu Osma degan naqshni aytish jarayoningizni bir eslab o'tasiz. Osma degan naqsha men o'zimning shu naqshlarning orasidagi o'zimni bir qadar yaxshi ko'rib aytilgan, o'rinlaydigan bir naqsham hisoblanadi. Buni aytishning oldida Haji Muxtar Bug'ra akam mushtaq tekstning borlig'ini menga degan. Mushtaq bir naqshi sizga tushadigan o'xshaydi, ukam siz shu naqshni aytib chiqqan bo'lsangiz degan taklif bilan shuni bilan bu naqshni qo'llam olgandan keyin haqiqatan u naqshniki tekstining bo'lsin har jihatda menga tushadiganligini his qildim. O'sm degan temami hamda u yangi yachida u vaqtda yangilik bir xil. Hamda o'sm degan naqsh uning oldida yo'q. Bunday bo'lmaganligi uchun shuni men intayin qiziqdim bu naqshiga. Shuni bilan intayin xo'shallik bilan qabul qildim. U aytib chiqqandan keyinmi kan xalqimizmi intayin yaxshi ko'rib angladik. Bizlayat shu Osma degan naqshingizni shaxsan men intayin yaxshi ko'rib anglayman. Deymizmi, bundaq temada bir naqshi yo'q-da. Osma shu Uyg'urlar almasaqdan beri Uyg'ur ayollari, qizlari intayin yaxshi ko'radigan bir o'simlik. Bu Osmani shu naqshida ifodalab chiqqanlar, shu Osmani surish, uni siqish, hamma jarayonni shu naqshida jug'urilgan voqealikni usul orqali naydi jonliq ifodalab bergan. Undan boshqa sizning nurg'un aytgan naqshlaringiz bor. Örgülay, anandan keyin bir turukcha naqshingiz bor. Ko'rmanlar shunchalik yaxshi ko'rgan bo'libmi, yoshlar bak yaxshi ko'rgan u naqshni. Haqiqatan siz iliq turuk qizlardek shu naqshining tekisi puroq hamma jihatdan siz turuklardek aytgan u naqshini. Mayli biz qaysi millatning naqshini aytaylik, uningga qiziqishimiz bo'ldi ekan, uni voyaga yetkazib aytsak bu bir yomon ish emas. Unimi ko'rmanlar intayin yaxshi ko'rdi. Unda xususlar sizdan so'rab baqsam, siz shu san'at kasbida muntazam tarbiyalandingiz esa, usuldan tarbiyalandingiz, naqshidimi, muzikadan tarbiyalandingiz, lekin o'qish bitgandan keyin qanday bir sababning turtkisidan shu san'at o'qituvchisi bo'lishni talab qildingiz? Hamda san'atga nisbatan menda o'tdek ishtiyoq bor. Menga san'atni qilsamkan degan umidim bor o'zimning. Hamda o'qish bitgandan keyin jiq fursatlar menga keldi. Masalan, umeklarning bo'lsin, boshqa san'at sohasiniki munosabatlik jiq fursatlar keldi. O'zimda bilsam, men bir ma'rif oilasida tarbiyalanib cho'ng bo'lgan odamning kasbi o'qituvchi bo'lganligi uchun bizningki tarbiyalanib cho'ng bo'lishimizning shu bir o'qituvchininki tarbiyasi ostida cho'ng bo'ldik. Shundaq sharoitda cho'ng bo'lg'ashqimi o'zim intayin o'qituvchilikni intayin yaxshi ko'raman, hurmatlayman. Shunlashqa shu o'qituvchilik kasbini tanlab hozir shu yerda xizmat qilyapman. Bunda xizmat qilganim bilan yana u o'qituvchilikmi bir hamda yana muzika o'qituvchilik, yana o'zimning san'ati bor bu kasbda. Hamda bir tarafdan o'zimning o'quvchilarini bu san'at jihatdagi alayliklarni bayqab, shularni tarbiyalash bilan birga, yana bir tarafdan o'zimning shu alayliklarni hozirgacha yana to'xtab qolmasdan, shu kechliklar bo'lsin,
faoliyatlar olsun jariy qildirib kelyapman. Demak, siz shu o'zingiz yaxshi ko'radigan san'at kasbi bilan shug'ullanyapsiz. Oila muhitingiz sababli siz yaxshi ko'radigan o'qituvchilik kasbini tan qilyapsiz demaksiz. Shu har ikkili orzuyingizning amalga oshganligidan intayin xushal bo'layman. O'zim intayin xushal. Zulayat, sizning shu hozirgacha aytib kelayotgan naqshlaringizmi xili ko'p. Menimcha shu naqshlaringizni yig'sangizmi bir plastinka chiqishi mumkin. Endi sizning buningdan keyingi planingizdan shunday bir o'zingizning plastinkasini chiqarishni o'ylab baqdingizmi? Albatta shunday planim bor. Hem bunu amalga oshirish uchun cho'qim tirishimsam bo'lmaydi. Plastik ishladim deb qarg'ulacha boshdan o'ylashmaylam ishlab qo'ysam, u vaqtda o'zimga yana yüzkiləmgəndə çox qalmay. Şunlaşqa ya g'oyam bək yo'qurib qoldimi? Hozirgacha oldirmay kelaydi. To'platyapman, izlanyapman, tirishyapman. Unda xosas Zulayat sizningmi go'zal arzu armonlaringiz bor bo'lishi mumkin. O'rtaqlashib qandoq? Mening arzu armonlarim bo'lsa shu yaxshi bir o'qituvchi bo'lish bilan birga shu keng ko'rarmanlarga davomli o'zimningki naqshlarni sunish orqali ularga estetik zo'q bag'ishlash uchun tirishish. Rahmat Zulayat. Bilishimcha shu tunji aytgan naqshingiz o'rgilay degan naqsh ekan. Ham shu naqshining tekstini o'zingiz yozib ekansiz, shundaqmi? Shundaq. Mumkin bo'lsa shu naq maydonda ekran oldidagi ko'rmanlarimizga shu naqshni aytib bersangiz bo'ladimi? Bo'ldi. Qani, marhamat. Yar senin şirin sözündin, sözlerinden örgüley. Çaknıgan çolpan küzünden, közlerinden örgüley. Yar senin şirin sözündin, sözlerinden örgüley. Çaknıgan çolpan küzünden, közlerinden örgüley. Sen yürügen koçlağa telmürüp, yerde kalgan izlerinden örgüley. Yerde kalgan izlerinden örgüley. Yaru yarın men ey, canın men. Yollarında barın men ey, her dem medetkarın men. Rahmat. Bu naqshingizni men intayin yaxshi ko'ratdim. Bək chiroyli aytilgan naqsh ovozingiz aytamisin. Rahmat sizga. Zulayat, qimmatli vaqtingizni ajratib programmamizga qatnashganligingizdan intayin xushalmiz. Balkim bugungi suhbatimiz orqali keng ko'rmalarmi siz haqida texmo mukammal bo'lgan tushunchaga ega bo'ldik deb qarayman. Sizning buningdan keyingi o'qituvchilik kasbingizga ham san'at hayotingizga utuq tilayman. Oilangizga baxt tilayman. Rahmat sizga. Sizga rahmat.